Assalomu alaykum hurmatli YouTube doktor Ischanov kanalimiz iste'molchilari, obunachilari. Orangizda juda ko'pchilik so'rabdi. Begovoy doroshkada yugurgan foydalimi yoki oddiy har doimgidek shu an'anaviy tarzdagi yugurish foydaliroqmi? Bularni bir-biridan qanday farqlari bor? Shular haqida aytib bersangiz debdi. Hozirgi bugungi lavhamiz shu haqida bo'ladi. Demak, bilasiz, begovoy doroshka bu uy sharoitida bitta joyda turib yugurishga moslangan motorli uskuna. Bu moslama bilan oddiy normal sharoitdagi tabiiy yugurishni juda ham farqlari katta. Tabiiy yugurish usuli begovoy doroshkada yugurgandan ko'ra ko'proq kaloriya sarflashimizga, tezroq ozishimizga yordam beradi. Negaki begovoy doroshkada biz yugurgan paytimizda asosan ikkita katta farqi bor. Birinchisi bu havoni qarshi kuchi, сопротивление deb aytiladi. Ikkinchisi talchoq, ya'ni oldinga biz normal tabiiy yugurgan paytimizda o'zimizni butun tanamizni, gavdamizni yurg'azish uchun son mushaklarimizni orqa shakli asosan qattiq kuchga kiradi-da. Shu bosimga kirib, shu qisqarib kengayish natijasida bizni oldinga itaradi. Bu normal o'zimiz tabiiy sharoitda yugurgan paytimizda yuz beradi. Shu harakatni keltirishimiz uchun bizni tanamizdan ancha kuch sarflanadi. Lekin oddiy begovoy doroshkada yugurgan paytimizda bizni tanamizni oldinga tashlashimizga hojat bo'lmaydi. Chunki yugurib turganimizda oyog'imizni ko'tarishimiz bilan begovoy doroshkaning yeri bizni o'zimizga kelib qoladi. Shuning uchun biz tanamizni oldinga intilishga kuch sarflamaymiz-da. Tushuna oldingizmi? Birinchi katta farqini. Begovoy doroshkada mana oyoqni ko'tardingiz, distansiyani o'zi sizga kelib qoladi. Shunchaki ko'tarilib tursangiz, o'tib ketaveradi tagingizdan. Lekin oddiy hayotda, normal tabiiy yugurishda siz oldinga tashlanishingiz kerak. Qadam tashlagan sayin siz boshqa bir masofada A tochkadan B tochkaga borasiz. Bir qadam tashlaganingizda butun tanangizni siz ko'tarib, ikkinchi qadamni boshlang'ich qismiga olib o'tasiz. Mana shu jarayonga biz ko'proq energiya sarflaymiz. Begovoy doroshkada bu jarayon bo'lmaydi. Bizni oyog'imiz ko'tarilishi bilan tagimizda yer kelib qoladi. Ya'ni begovoy doroshkani gilami kelib qoladi. Bu birinchi katta shu ikkalasini farqlab turadigan va normal sharoitda tabiiy yugurishda unga nisbatan ko'proq kaloriya sarflashimizga sabab bo'ladigan jarayon. Ikkinchi jarayon bu qarshi kuchdagi shamol. Havoni tanaga qarshi kuchi bo'ladi. Biz shu qarshi kuchni yengish uchun ham ma'lum bir miqdorda energiya sarflaymiz. Qarshi kuch qanchalik biz tez yugursak, shuncha ko'payib bizga bosim beradi. Biz shuni yengib preodolez qilib o'tishimiz uchun kuch sarflaymiz. Misol uchun aytganda, velik haydagan paytimizda oldimizdan shamol qarshi kuchi ko'proq kelib qolsa, velikka kuchanib zo'rg'a bosamiz, to'g'rimi? Qiynalamiz, kuch sarflaymiz ko'proq. Ana tabiiy yugurgan paytimizda bizga urib turadigan oddiy shamolni ham ma'lum bir miqdorda tanamizga beradigan kuchi bor, bosimi bor. Biz shuni yengish uchun ham o'zimizdan kuch sarflaymiz. Begovoy doroshkada hech qanaqa qarshi kuch yo'q, shamol yo'q. Bitta turgan joyingizda oyog'ingizni harakat qilib tursangiz, o'zi kelaveradi yer tagida. O'zi tagidan doroshkasi kelaveradi, to'g'rimi? Oldingizdan shamol kelmaydi-ku begovoyda yugurgan paytingizda. Mana shu aytgan jarayonimni yaxshilab tushundingizmi? Shu ikkita jarayon bo'lganligi uchun fizik jihatdan, jismoniy biz ko'proq begovoy doroshkaga nisbatan kuch sarflaymiz tabiiy yugurgan paytimizda. Va ko'proq mushaklarimiz tabiiy yugurganimizda harakatga keladi. Yuqorida aytib o'tgan asosiy farqni bizga olib keladigan foydasi shundaki, aytaylik, begovoy doroshkada 1 soatiga 10 kilometr tezlikda yugursak, misol uchun, naprimerda 400 kilokaloriya sarflaymiz. Lekin hayotda normal tabiiy shaklda yuguradigan bo'lsa, yerni o'zida biz 600-700 kilokaloriya, deyarli 2 barobar energiyani sarflaymiz. Yuqorida aytib o'tgan sabablarga binoan. Va shuni natijasida kim ozishni rejalashtirib yurgan bo'lsa, misol uchun, begovoy doroshkada yugurgandan ko'ra tabiiy yugurishi unga ko'proq samara keltiradi. Lekin bu bilan birgalikda begovoyning ham o'ziga yarasha qulay tomonlari bor. Hozir bilib olasiz. Demak, kim yugurishga, tabiiy yugurishga sharoiti qulay bo'lsa, uni tanlagan ma'qul. Ya'ni ko'proq 1 soat ichida energiyani sarflab, ko'proq mushaklarni harakatga keltirib, ko'proq tabiiy ravishda organizmini chiniqtirib, kaloriyasini 2 barobar sarflay biladi-da, tezroq ozadi tabiiy yugurishda.
Endi begovoy daroshka bilan tabiiy yugurishni nisbatan foydasidagi begovoyi ustun tarafi kimni tizzalari muammosi bo'lsa, bo'g'imlarida muammosi bo'lsa, aytaylik to'piqida yoki tizzasida qandaydir kasalligi bo'lsa, artriti bo'lsa, oddiy yeri qattiq sathida tabiiy ravishda yugurganimizda bizni tanamizni bu joylarimizga, og'riydigan joylarimizga bosimi ko'proq bo'ladi. Begovoyda tagida amortizator borligi uchun yengilroq bo'ladi. Shuning uchun kimni umurtqa qopqonasida grijasi, tizzasida muammosi yoki oyoqlarida yoki qandaydir shu butun bo'g'imlarida kasalligi bor bo'ladigan bo'lsa, lekin yurmoqchi bo'lsa, bunga amortizatorlik xususiyati o'sha joylarini zararlanmasdan turib yugurishiga imkoniyatni beradigan usul bu begovoy bilan yugurish. Tushuna oldingizmi? Tabiiyda bo'g'imlaringiz yanada qattiq bir-biriga taq-taq tegadi. Bu normal odamlar uchun, sog'liqda muammo yo'qlar uchun. Va ana shu bo'g'imlarini sog'lig'i yaxshi odamlar yanada mustahkamlab chiniqtirib oladi oddiy yugurgan paytida. Keyingi farqi kimlargadir ahamiyatli bo'lishi mumkin. Oddiy yugurganimizda tabiiy ravishda tabiat qo'ynida yoki yo'llarda qiziqroq bo'ladi bizga. Oddiy begovoyda bitta joyda yugurgan paytingizda zerikib ketishingiz mumkin, joningizga tegib qolishi mumkin. Keyingi farqi kognitiv xususiyatlardan koordinatsiyani tabiiy yugurgan shaklimiz bizga ko'proq foyda keltiradi. Koordinatsiya degani nimaligini bilasizmi? Misol uchun yoshimiz o'tgan sayin oddiy bitta g'ishchi ustiga bir oyog'imiz bilan chiqib, bir oyog'imizni ko'tarib turganimizda, qancha yoshimiz qarigan sayin yiqilib tushadigan bo'lamiz. Miyamiz ichida joylashgan markazlar sekin-sekin qarishi yoki eskirishi bilan bog'liq bu. Ana shu jihatimizni doim yosh tutib turishimiz uchun foyda beradi. Biz tabiiy yugursak, koordinatsiyamizni yaxshilab beradi. Vaqtidan oldin bizni oddiy ariqlardan sakrab o'tish jarayonimiz yoki bu transportga chiqishimiz, velosiped haydaganimizda yiqilib tushmasligimiz mana shu koordinatsiyamizni boshqaradigan mozichogimizni mustahkamligiga bog'liq va buni mustahkamlab beradigan usullardan biri bu tabiiy yugurish. Begovoy yugurishda koordinatsiyaga hojat yo'q. Bu joyimiz uncha ishlamaydi, keragi yo'q. Chunki ko'zimizni yumib ham bir harakatni bajarib tursak, begovoy daroshkasi tagimizdan o'tib turaveradi, distansiyani kilometri probega yurib turaveradi. To'g'rimi? Lekin normal yugurishda biz yugurgan paytimizda albatta oldimizdan g'isht chiqib qolishi mumkin, ariq chiqib qolishi mumkin, nimadir yoki balandlik, pastlik joylar bo'lib qoladi. Ana shunaqa joylardan, sinovlardan normal sharoitda yuguraverganimizda o'tishimiz bilan bizni kognitiv xususiyatimizni, koordinatsiya jarayonlarimizni boshqaradigan markazlarimiz mustahkam bo'lib boraveradi. Begovoyda unaqa narsalarimiz ishlamaydi. Keyingi xususiyatlarida begovoy daroshkada plyus bo'ladi. Naklon, mana uklon bo'ladi-ku. O'zbekchada nima deb aytardi? Ana shuni yozib oling. Shuni biz boshqarib ma'lum bir foizga ko'tara olamiz begovoyda. Balandroqqa qilib qo'ysak, yanada kuch ko'proq sarflaymiz, oyoqlarimizning mushaklari, ayniqsa sonimiz oldingi mushaklari ko'proq nagruzkaga tushadi. Xuddi toqqa chiqayotganday, garaga chiqayotganday biz ko'proq mana shu qiynalib yuguradigan vaziyatni bittada yaratib berishimiz mumkin begovoy daroshkada. Oddiy tabiiy yugurishda bunaqa sharoitda faqat biz shunaqa nakloni bor bo'lgan ko'priklarda, tog'ning o'zini yonbag'irlarida yugursakgina topishimiz mumkin. Keyingi xususiyatlaridan biri begovoy daroshka ko'cha-ko'yda odamlarni ko'rgisi kelmay yuguradiganlarga ko'proq qulay. Bo'ladi-ku shunaqa odamlar. Va sharoit vaqt tanlamaydi. Yomg'irda ham, qishda ham bir xilsiz to'g'ri begovoy daroshkani ustiga chiqib, o'zida sharoitda yugurib ketaverasiz. U bu yo'lakda, balkonda yoki kladovkada turadigan bo'lsa, doim bir xil sharoit turadi. Lekin ko'chada yomg'irli kunlarda, qorli kunlarda tabiiy yugurish sizga noqulaylik tug'diradi. Shu bilan ham farq qiladi. Yana bir ahamiyatga ega joyi begovoy daroshka ko'proq xavfsizroq hisoblanadi. Aytaylik, bolalar uchun, o'smirlar uchun, qizlar uchun qulayroq. Negaki tabiiy ravishda biz ko'chada, trotuarlarda yuguradigan bo'lsak, oldimizdan birdaniga velosiped, mototsikl, mashina, avtobus chiqib qolishi mumkin. Qolaversa, naushnikda ko'pincha yuguramiz, to'g'rimi? Mana shu tabiiy holatlarda yugurib yurgan paytimizda kutilmagan baxtsiz hodisa begovoy daroshkaga nisbatan ko'proq bo'ladi tabiiy ravishda yugursak. Demak, begovoy ravishda ko'proq ota-onalar xavotir olmasdan bolalarini yugurish bilan uy ichida shug'ullantirsa bo'lar ekan. Bu ham bir o'ziga yarasha farqi. Va yana keyingi farqi begovoy daroshka falon million turadi, tabiiy yugurish besplatniy turadi.
kimlarnidir cho'ntagi ko'tarmasa, bemalol stadionga chiqib yugurish mumkin. Va yana begovoy darushkada yugurish ko'proq chang chiqishiga sabab bo'ladi va xonani o'zida yugurganligingiz uchun toza havo bo'lavermaydi. Oddiy tabiiy ravishda yugursangiz, hamisha toza havodan bahramand bo'lasiz, ayniqsa ertalablari yugurgan odamlar. Shunday ekan, bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan uy sharoitidagi begovoy darushkada yugurish bilan tabiiy ko'chada yugurishning farqlari haqida ma'lumotlar shulardan iborat edi. Endi sizga savol qoldiraman, kommentariyaga yozib qoldiring, kimda qanaqa xulosa bo'ldi? Kimga qaysi usulda yugurish qulayroq, foydaliroq ekan va nima uchun? O'zingiz fikringizni albatta kommentariyada qoldiring. Хорошо? Bugungi lavhada men sizlarga begovoy darushka yo zo'r, yo ko'chada tabiiy yugurish zo'r deb ayta olmayman, chunki kimgadir mana buni plyus tomoni qulay, kimgadir mana buni plyus tomoni qulay. Shuning uchun buni individual tartibda insonni o'ziga kerakligini tanlaydigan xususiyatlari bilan birgalikda xulosasiga bog'liq. Deb aytib, всем удачи, keyingi lavhalarda ko'rishguncha omon bo'ling, semirib ketmang. Пока. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ischanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'p yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.